Da, tushundim. Seni bugun kutib olaman o'sha har doimgi Aha, joyda. давай. Helbonella как раз kerak edi menga. Nima bo'ldi? Xullas, fermada ish bor. Shoshmang, axir bugun dam olish kuni. Bilaman, lekin menga o'yinchini yordami kerak. Nima bo'ldi o'zi? Meni uyimning yonidagi fermada yurgan Jonursin. Ha, mayli. Hammaga salomlar. Men ismim Helbonella va videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Tak, janob mer, mana ketyapti. Hozir yetib olamiz. Tak, nima ish? Mana qara, kimdir qaysidir iflos daddalasini chiqarib ketibdi bu yerni. Ha, yomon bo'pti. Nima qilamiz endi? Bilmasam, qarang, men sizga bu fermani to'g'irlab beraman. Siz esa menga bir iltimosimni bajarib berasiz. O'ylab ko'rsak, ha, bo'ladi. Ajoyib. Mayli, men seni kutaman. Aha. Davay, hozir. Qo'yil do'stlar, bo'ldi. Aslida bular hammasi meni ishim edi. Men tunda bu yerga keldimda fermani toptab tashladim, lekin nima uchun bu ishni qilgan ekan Elbonello deb o'ylashingiz mumkin. Va gap shundaki, meni bugun do'stim kelishi kerak va do'stim kelganida fermangizni ta'mirlab berdim-ku deymanda, o'rmonga chiqish uchun ruxsat olib olaman. Ha, mana bu yaxshi ideya. Chunki o'rmonga chiqish bizda afsuski mumkin emas. Aytishlaricha u yerda kimlardir yo'qolib qolgan emas. Shu biz esa do'stlar axir katta o'yinchilar bo'lsak, bizga nima ham bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun ham do'stim bilan borishimiz mumkin, lekin buning uchun merdan ruxsat olmasak bo'lmaydi. Tak, davay. Matigan olamiz va instrumentlarni ham, chunki srazu do'stlar chiqib ketamiz o'rmonga. Mana bu joy bo'ladi. Undan tashqari bu o'rmonda anomal hodisalar sodir bo'lyapti deb yurishibdi, lekin bunaqangi narsalarga ishonmayman. Nima do'stlar, biz stalkerdamizmiki bu yerda qanaqadir anomal holatlar bo'lishi mumkin. Xo'sh, davay. Endi fermani to'g'irlashni boshlaymiz va ozgina kartoshkani cho'ntakka uramiz. Hech nima qilmaydi do'stlar. Shunday qilsak, bir yilda bir, hattoki mendaqa yaxshi politsiyachilar ham qonunga qarshi borishadi. Xo'sh, mana bu yoqqa hammasini qo'yib chiqqanmiz va bu taraflarga ham yaxshi. Endi esa bu yoqqa tak bo'ldi. Mana va qani nechta qolarkin fermani oxirida va bu yerda bilmadim, ja ko'p olsam bilib qoladi, kam qoldirsam ham yetmaydi. Shuning uchun mana shunchasi bo'ldi, qoldi. Ajoyib, chiroyli bo'ldi. Endi esa merning yoniga boramiz. Janob mer, xo'sh, bo'ldi, men keldim. Aha, mana kartoshkalarni olishingiz mumkin. Xo'sh, nima iltimos? Bu yerda kam emasmi? Janob mer, axir u yerda shundoq ham dadalasi chiqib yotgan bo'lsa, shuncha chiqdi kartoshka. Bo'pti, nima iltimos edi? Xullas, men o'rmonga borishim kerak. O'rmonga, ha, dam olishga do'stim kelyapti. Bugun juda ham hurmatli mehmon shahardan kelyapti. Unday bo'lsa, mayli chiqaver. Xo'p, mayli, o'rmonga borishga ruxsat olmay berasizmi? Ha, ola qol. Bu nima bo'ldi? Nima? Ko'tartirilgan qog'ozmi? Ha? Janob mer, Jonursin, men albatta bilaman, hazilkashsiz, lekin bu darajada emas-ku. Yo'q, bu hattoki qora yumur ham emas. Bu shunchaki trash. Jonursin qo'limga qog'oz berib qo'ydi-ya. Yo'q, men hazillashdim. Bu shunchaki chokolatla edi. Yo'q, ha? Ishonmayman sizga. Ishonmasang hidlab ko'r. Yo'q, shu qolganda o'zi. Ha, mayli do'stlar. Axir bir vaqtlar yaxshi videolar olar edim. Jonursin, masalan, o'tgan video, axir u yerda juda ham zo'r ishlar bo'ldi. Tak, do'stim xabar yozibdi, kutib tur meni deb. Bugungi videoda esa mer mana bunaqangi qiliq qilib o'tiribdi. Qoyil. Oppa. Kelganga o'xshaydi. Stiv, salom. Yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi. Salom. Aha. Xo'sh, o'rmonga boramizmi? Ha, boramiz. Rejang ish berdimi? Ish berdi reja. Mer ishondi. Qoyil. Hamma narsani oldindan tayyorlab qo'ygandirsan? Ha, hammasini oldindan tayyorlab qo'ydim va hozir boramizda do'kondan narsalarni olamiz. Nima narsalar? Chodir, to'shaklar, yonadigan bor edi-ku, kostyor. Gulxanmi? Ha, Gulxan. Tak, janob mer, boraveringlar o'rmonga. Ha, boraveringlar, bilganingizni qilinglar, faqat yo'qolib qolmanglar. Aha, yo'qolmaymiz, xavotir olmang. Tak. Sotuvchi. Ha, men keldim. Ha, hamma narsang tayyor. Yaxshi to'shaklar va chodirlar o'tirish uchun, gulxan va hammasi o'z joyida. Katta rahmat senga. Kelib tur. Aha, bo'ldi, ketishimiz mumkin. Qanchalik charchagandim va nihoyat tabiat qo'yniga chiqamiz. Ha, zo'r bo'ladi. Ko'lga boramizmi? Ha, ko'lga boramiz, lekin u yerda yomon gaplarni aytishyapti. Yomon gaplarni qayerda? Ko'l haqida. Yo'q, nima deyishyapti? Aytishlaricha u yerda odamlar yo'qolayotganmish. Yo'q, sen shunga ishonasanmi? Ishonmayman albatta. Shuning uchun ham merdan ruxsat oldim-ku. Ruxsat? Ha. Bu yerda odamlar yo'qolayotgan emas, shuning uchun ham ruxsat olib borish kerak endi o'rmonga. Mana qayerdan ekanda? Ha. Tushunarli. Faqatgina sizni qishloqdami? Ha, faqatgina bizni qishloqda. Qoyil. Mana shu yerdan o'tsak tepalikdan kakras ko'l chiqadi. Tak, mana bu yerdan ehtiyot bo'ling. Aha. Vau, ko'lning kattaligini-chi. Qoyil. Ha. Yana buni qara, shakli chiroyli. Ha, chiroyli. Qanaqadir nima desam ekan, so'lib qolgan baqlajonga o'xshaydi. Qoyil. Tasavvuringga gap yo'q. Bo'ldi, mana shu yerda endi
lager qursak bo'ladi. Nima deysan? Ha, yomon emas. Baliq ovlaymizmi? Albatta, olib keldingmi? Udichka emas, qarmoq deyiladi. Nima yoki ruslashib ketganmisan? Yo'q, endi bir xil narsalarni o'zbekchasiga qanday bo'lishini bilmayman-da. Ha, mayli, endi bilasan. Nima bo'lar ekan? Qarmoq. Ha, qarmoq. Davay, mana gulxanni qo'ydim endi esa o'tirish uchun brevnolar. Brevno emas, to'nka. Ha, to'nkani qo'ydim. Mana bu yoqda yaqinroq qo'yay, hammasini to'g'ri qilib. Ha, davay. Bo'ldi, mana bunday qo'ysam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Endi esa to'shaklarni, kakras chodirlarni yon-yoniga qo'yib chiqqanman. Ajoyib, dam olsak bo'ladi endi. Ha, ertalab quyoshdan dam olish uchun chodir, tunda esa to'shaklar. To'g'ri. Tak, mana kartoshkalarni hozir pishirib turgin, ungacha esa bu yerga kirish uchun mana bunaqangi nima deyilar edi bu? Road sign. Ha, road sign. Ko'rishimcha siz American person ekansiz, shundaymi? Ha, American personman. Mayli, American personda men hozir borib yog'och olib kelaman. Ha, tak. Hozir ko'ramiz. Do'stim u yerda kartoshkalarni pishirib tursin, men esa yog'och olaman. Lagerdan salgina uzoqroqdan, chunki shunda chiroyini buzmayman. Nima? Kimdir Elbonello dedimi? Tushunmadim. O'rmonda kimdir bormi? Hoy. Ha, g'alati do'stlar, g'alati kimdir ismini aytgandek bo'ldi. Ha, mayli. Qo'yil do'stlar, g'alati. Tak. Stiv. Ha. Xo'sh, pechka qilamizmi yoki gulxan bo'laveradimi? Nima? Gulxan qilamizmi yoki pechkami? Tak. Sandiq? Ha. Hali men daraxtni senga berganim yo'q. Nimaga daraxt chopding? Men o'zim chopardim-ku, shart emas edi. Kartoshkani pishirsang bo'ldi. Sandiqni o'zing tashlab ketding orqadan. Orqadan? Ha. Men sandiq tashlaganim yo'q senga. Qanaqasiga? Kartoshka ham turibdi. Ha, pishirib solib qo'ydim, sandiqqa tashlab ketganding. Men sandiq tashlamadim yoki tashladimmikin? Ha, g'alati do'stlar, g'alati. Balki shudir anomaliya. Yo'q, sen meni trolling qilyapsan, shundaymi? Qanaqangi trolling? Men hozirgina daraxt chopib yurdim. Meni kimdir chaqirgandek bo'ldi. Aniq prank. Tushunursan, qanaqangi prank? Ha, mayli, hozir verstak qo'yib ketaman. Ko'ramiz. Mana verstak va mana buni bu yoqqa o'rnataman burchakdan. Kakras olishga oson bo'ladi. Ha, mayli, men ketdim. Unda yana ozgina tosh olib kelay. Ha. Do'stlar, g'alati. Ha, mayli, qani ketdik. E'tibor bermaymiz. Tak, hozir chopib olamiz. Mana shu yerdan tosh. Kakras lagerdan uzoqroq joyda. Mana shu yerdan olishimiz mumkin. Tak, mana buni ham chopamiz va yaxshi. Hoy, Elbonello. Nima? Hoy, Elbonello, tushunmadim. Nima bo'ldi? Daraxt ekish kerak edi. Har chopgan daraxtingga kamida bitta ekib qo'yish kerak. Mana senga ko'chat. Esimdan chiqib ketibdi. Xo'sh. Lagerni tashlab ketma. Aha. Balki biz yo'g'imizda kimdir borib qolar. Aha. Nima? Shu do'stlar, u yerda Stiv turibdi. Bo'lishi mumkin emas. Tushunmadim. Qayoqqa ketdi hozir? Men kimni ko'rdim? Bo'lishi mumkin emas do'stlar. Hoy, Stiv nima? Bu yana nima bo'ldi? Do'stlar, o'rmon o'rtasida kimdir uychasi turibdimi? Bo'lishi mumkin emas, o'rmonchilarning uyiga o'xshaydi. Buni qaranglar, shotkalar qo'yilgan. Hoy, tushunursan, bu yerda ikkita to'shak va pechka, buni qaranglar, yonib turibdi. Bu yerda demak kimdir bor. Yo'q, lekin sizlarga aytsam ancha-muncha qo'rqib qoldim. Tak, hozir borishimiz kerak Stivning yoniga. Tak. Qaysi tarafda edi? Lager mana shu tarafda bo'lishi kerak. Suv ana bu yerda, yaxshi. Tak. Hoy, Stiv. Ha, olib keldingmi pechkani? Yo'q, olib kelmadim. Nimaga? Ana u yerda sen meni yonimga keldingmi? Qayerda? Tosh kovlayotganimda. Yo'q, men shu yerda o'tirgandim. Tushunursan, bu yerda g'alati ishlar bo'lyapti qanaqadir. Qanaqasiga? Xullas, sen menga ko'chat berib ketding, lekin keyin qarasam, sen shu yerda turibsan. Aytgancha hozir orqamdan yurgin, men senga o'rmonchilarning uyini ko'rsataman. Bu yerda ana tomni ko'ryapsanmi? Qayerda? Mana ko'rdingmi? Hozir yetib olay. Ha. Qiziq, qani? Tushunmadim. Qani o'rmonchilarning uyi? Qarab turibsan-ku o'sha tarafga. Men hech narsani ko'rmayapman. Qanaqasiga ko'rmaysan? Ag'ir katta uy. Nima? Tushunursan, bu yerda hozirgina katta uy bor edi. Tushunursan, oyoqlari yog'ochdan, yalmog'iz kampirnikidanmi? Yo'q, sen tushunmayapsan, o'rmonchilarning uyi bo'ladi-ku, minora qilingan, 4 oyoqli. Umuman tushunmayapman. Mana bu yerda turgan edi. Hoy, agar bu prank bo'lsa, qanaqangi prank? Menga yoqmayapti, bu yerda g'alati ishlar bo'lyapti. G'alati ishlar, ha, anomaliya haqida gapirishganda odamlar yo'qolyapti deb menimcha bu yerga kelib xato qildik. Aytgan gaping to'g'ri bo'lishi mumkin. Balki bu yerdan tinchlik ketarmiz, lekin axir dam olishga keldik. Shunchaki ketib yuboramizmi? Menimcha ketganimiz ma'qul, chunki sandiqni tashlab kelganingda men sandiq tashlashga kelganim yo'q. Balki kelmagandirsan, lekin men orqada kimdir ko'rdim. Kimdir ko'rding, bo'ldi, tushunarli. Bu yerdan aniq ketishimiz kerak. Bilasanmi? Qo'rqinchli kinolarda qahramonlar qanaqangi eng katta xatoni qilishadi? Qanaqangi qo'rqinchli narsalar boshlanishni boshlaganda, ular shunchaki ketib qolishmaydi, qo'rqinchli narsalar bo'lishni boshlagan joydan. Biz esa ketamiz. Biz aqlliroqmiz. Ha, to'g'ri. Davay, hozir mana bularni olaman hammasini. Senchi? Men hech narsa olganim yo'q. Faqatgina baliq ovlash uchun
qarmoq bor edi. Qoyil, mayli davay ketdik bu yerdan. Ha. Faqatgina orqamdan qolib ketma, xo'pmi? Xo'p, orqangdan boraman. Tak. Hali soat endigina 5 bo'lyapti. Ketdikmi? Ketdik. Davay tepaga chiqamiz. Balki mer biror nimani bilar. Senga mer aytganda-ku, shundaymi? Ha, maxsus ruxsatnoma kerak edi deb. Demak, u aniq nimalarnidir biladi. Chunki axir uni o'zi aytdi menga undan tashqari, ya'ni ruxsatnomadan tashqari anomaliya haqida. Ha, demak, undan so'rashimiz mumkin. Ha, so'rab ko'raman hozir. Menchi, sen shunchaki meni uyimga kirib, qarab ko'rgin sandiqlarning ichida, kravatning tagida, u yerda menda yashirin joy bor. Ana o'sha yerdan PlayStation 0 shunchaki FIFA o'ynab o'tiramiz. FIFA menga Call of Duty ko'proq yoqadi. Uni ham o'ynaymiz. Davay, yana chipslar olamiz, maza qilib o'tiramiz xullas. Davay. Qandaydir anomal o'rmonda yurgandan ko'ra shu yaxshiroq. Shuda, mana ushla telefon, yo'q, telefon emas, kaltni ushla ochib turgan. Bilasan qayerdan qidirishni? Ha, men unda ketdim, hozir merdan so'rayman. Davay, xo'sh, qani do'stlar, hozir boramizda merdan sirni bilib olamiz. Qani nimalar bo'lyapti ekan bu o'rmonda? Menga ham juda ham qiziq. Tak. Janob mer, ha, xullas biz hozir o'rmonga bordik. Xo'sh, u yerda birinchi navbatda men qanaqadir uychani ko'rdim. Uychani, ha, o'rmonchilarning minorasi bor. Ha, 4 oyoqli. Ha, shuda. Keyin esa Stivga men ko'rindim. Xo'sh, u nimadan bo'lishi mumkin? Men senga aytayapman-ku, bu anomal o'rmon. Xo'sh, xullas, ana o'sha ko'ldan aytishlaricha qandaydir zaharli gazlar chiqaraymish. Ana shu zaharli gazlar odamlarning ko'ziga bo'lmagan narsalarni ko'rsatadi, gallyutsinatsiyalar chaqiradi, zaharlaydi ongini odamni. Ha, yo'q, ha. Shuning uchun ham ko'zingizga har xil narsalar ko'ringan va odamlar o'zini bilmagan holda kim qayerlarga ketib qolgan bo'lishi mumkin. Boshqa ko'lni atrofida yana ozgina yursa, undan ham kattaroq ko'llar chiqadi. Ana o'sha yerda cho'kib ketgan bo'lishlari mumkin. Yomon. Ha, yaxshi ham do'stimiz bilan qaytib kelibmiz. Ha, endi uyda o'tirasizlar, ko'tni qilsak, bu janob mer, shu narsalarni gapirmang iltimos. O'zi ertalabki qog'ozingiz yozadi. Men u yerda bor yo'g'i Chocotella edi. Aha, bilaman, Chocotella, Nutella, mana bu pranklaringizni men ketdim. Ha, stop do'stlar, agarda bularning hammasi gallyutsinatsiya bo'lgan bo'lsa, sandiq qayerdan paydo bo'ldi? Axir uni men tashlab ketganim yo'q edim. Demak, bu yerda bir gap bor.